Assalomu alaykum qarindoshlar. Bugun oz to'la bo'lsin xush xabar anladik. Butun dunyodagi qarindoshlar hammamiz uchun aytgan vaqtida bir xush xabar. Bizning qahramonimiz uzun yillardan beri necha qitimlab turmalarda yetib, o'z xalqi uchun hayotini bag'ishlagan Abduqodir Yapchan necha yilning yaxshisiga Turkiya turmusda Xitoyning zulmi bilan turibdi. Mana hozir Türkiye bugün sot qilib Abduqodir Yapchanni ulug' ro'za Ramazonni uyda tutishga ruxsat qilib qo'yib beribdi. Demak, Türkiye hukumatiga rahmat. Mushu xalqimizning Abduqodir Yapchan efendimni chiqarish uchun bütün tashkilotlarning xalqimizning ko'katgan tirishchanligiga rahmat. O'zini bütün ömrünü xalqiga atab, xalq uchun qitim turmada yetib Abduqodir Yapchan ve onun ailesini tebriklayman, hem ulardan hal so'rayman. Allah mush ishning oyga yarışıp Abduqodir Yapchan bilan başlayıp vatanimizdagi lagerdagi, turmadagi, tutqundagi ishkirlarga aketgan barında qarindoshlarimiz mushu ishga yechilib azat bo'lg'isi hem mushunda erkinlikka erishgisi. Rahmat Abduqodir Yapchan ve ailenizdagilar ve do'stlar hammanglarga salom. Rabia Qodir.